أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي. Qarindoshlar, oldi bilan biz payg'ambar alayhissalomning inna lillahi tis'atan va tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-janna degan hadisga to'xtalaylik. Bu hadisda payg'ambar alayhissalom deydi-ki, Alloh subhanahu va taolaning 99 ya'ni 100 bir ekan 100 ismi var deydi. Bir ekan 100 ismi var. Kimiki buni ihso qilsa jannatga kirdi dedi. Ya'ni jannatga kirdi deb payg'ambar alayhissalom bu hadisda shunday dedi. Bu hadisga Muslim va Buxoriydan iborat donliq hadisshunos bu ikki kitobda tilga ilingan muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Ya'ni sahihlik, to'g'riliq darajasi eng yuqori darajadagi bir hadis. Lekin biz bu ihso degan so'zni qanday tushunamiz? Qaysi shaklda tushunamiz degan vaqtida biz tuvandagi oyatni o'qiymiz. Sura Maryam 94-oyatda Alloh subhanahu va taolo deydi: "Laqad ahsahum wa addahum adda." Alloh subhanahu va taolo shaksizki ularni Alloh to'liq egalladi va sonini mukammal bildi. Son. Bu yerda kaynidagi boshda ahsahum ihso qilishni to'liq mukammal egalladi dedi Alloh subhanahu va taolo. Mukammal to'liq egalladi va sonini bildi. Addahum adda, sonidi ularni bir-birlab sonidi degan bir ma'noda keldi. Ya'ni bu yerda bu oyatda tilga ilingan shaklda bunga qaraydigan bo'lsak, ihsoning ayrim al-addu ya'ni sanash degan so'zning ayrim ekanligini, ikkisining ikki narsa ekanligi bizga oshkor bo'ldi bu yerda. Bizga bu narsa namoyon bo'ldi bizga. Masalan, buni misol keltirsak, bir muallim sinfdagi o'quvchilarni 1 2 3 4 5 6 deb bilan bunda birdan sinfda qancha o'quvchi bo'lsa, buni sanasa, bu sanash bo'ldimda. Adda ya'ni sanash shaklidagi tez suratda sanab chiqish bo'ladi. Ammo ihso qilish qaysi shaklda bo'ldisa, bu muallim shu sinfdagi har bir o'quvchininki imkoniyatining qanday ekanligi, oilasining qanday ekanligi, darsdagi natijasining qanday ekanligi, uydagi o'rnining qanday ekanligi, Alloh subhanahu va taolaning manhaj programmasi taqvoligining qancha ekanligi degandan iborat har bir o'quvchining butkul ahvolini, barliq mayli maktabdagi va oiladagi, jamiyatdagi barliq o'rnini to'liq bilsa bir o'qituvchi u vaqtida ihso qilgan bo'ldi. Ihso ya'ni mukammal shaklda shu har bir o'quvchisiningki barliq ahvolni mukammal shaklda bilgan vaqtida uning kaynidan nima qilgan bo'ldi? Ihso qilgan bo'ldi ekan. Payg'ambar alayhissalom shuning uchun bu yerda Allohning 99 ismini ihso qilish, ya'ni mukammal ravishda uning barliq ma'nolarini to'liq shaklda tushungan shaklda bilish, buni egallashni jannatga kirishga yetarlik birdan bir sabab qildi Rasululloh bu hadisida. Buni agarda har qanday bir mu'min ana shu ismlar talab qilgan shaklda uning ma'ni faqat o'qibli qo'ymasdan, balki yodlabli qo'ymasdan, buni faqat har bir ismning talab qilgan shaklda umumiy ma'nosini to'liq tushungan, o'ziga o'zlashtirgan shaklda bilgan, ihso qilgan kishining jannatga kirishga ana shu qiliqi, shu amalininki jannatga kirishga yetarli sabab ekanligini bildirib, bu hadisida shunday deydi Rasululloh. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي